Kelaxonim, bugun Jahongirda eng yaxshi ko'rgan ovqatini pishiramiz. Osh qiling, maza qilib yevasin. Voy, oyijon, Jahon akani eng yaxshi ko'rgan ovqatlari lag'monu, adashmayapsizmi? Voy, Jahongirda 26 yildan beri o'stirib qilsam kerak, qanaqa ovqat yaxshi ko'rishini. Osh yaxshi ko'radi, osh qiling. Voy, syomkalarda ham faqat lag'monni zakaz qilardilar, oyijon. Osh yaxshi ko'radi. Ana o'zi ham kelib qoldi. Xonmeylar. Jahongir, eng yaxshi ko'rgan ovqatingni nima aytib qo'y. Yeting, Jahon aka. Shuni boydan beri talashyapsizlar-mi, Hasan? Ayam bilasizmi, necha yildan beri biladi. 26 yildan beri menga ovqat tayyorlab beradi. Eng yaxshi ko'rgan ovqatimni faqat ayam biladi. Kanishda aya, lag'mon yaxshi ko'raman-de. To'y mahallada bugun to'y tantana kelib to'yxonada o'ynab to'y ey jo'ra muborak bo'lsin mana yangi baxtli oila. Kanishda lag'monni yaxshi ko'raman. Kanishda. Shunaqa deyishimni kutuvmadingiz, Hasan? Kanishda oshni yaxshi ko'raman. Ayam meni yaxshi biladi. Men ham ayamni yaxshi bilaman. O'shaning uchun bugun osh emas, ayam yaxshi ko'rgan ovqat qilamiz, aya. Mantiq qiling, Asal. Yana kalla qo'ydingiz, Jahon aka. Mantini oyiz emas, men yaxshi ko'raman-u. Ko'chaga haydanglar. Bir kunimni ko'rarman. Yassig'im bilan ko'rbacham bor-ku. Bugun seni uzatamiz yig'lama qiz. Allo, Jahon aka. Kelyapsizmi? Shirinliklar aytuvdim. Hey, uyga eshikda turmaslik, hamma shirinliklar oldim. Uydagilar uxlayaptimi? Ha. Bo'ladi. Jahongir. Yaxshi keldingmi, o'g'lim? Labbi aya. Qo'lingdagi nima? Qaysi qo'limdagi? Yerdagi. Voy, kimniki bu? Saniki bu, sen olib keldingmi? Ha, men buni sizga olib keldim. Onajonim. Aya, kechasi bilan sizga sovg'a qilaman. Rahmat. Yesinlar chiqib. Baraka topsin shunaqa sovg'alar qilib ketadi. Voy, voy, qanaqa shirinliklar ekan. Bu nima bu? Buni aniq menga olib kelmagan. Sizga olib keldim, endi yeng dedim-da. Bu nima bu mana? Men bunaqa so'qli ichmayman. Ya aya sizga olib keldim, bitta ichib ko'ring. Ana buni xotiningga olib kelgan. Yo sizga olib kelganman, aya ichib ko'ring deb. Bu nima? Mana karisi bolalar nima qilaman? Ana menga emas bu sizga BTS guruhini yaxshi ko'rmasmidingiz? Qo'shiqlarini eshitardingiz. Ayo, adash, ha mayli buni olib qo'ying, lekin sizga bu hammasi aya. Maza qilib kino ko'rib yeb olasiz. Voy, oching eshikni. Ana adelab qilmadim-ku. Men xonaga qanday shirinligim? Bu qo'limni ishlasam ham og'riydi, bu qo'limni ham ishlasam ham og'riydi. Siz meni dardimni qatdan tushunardingiz. Meni dardimni faqat uylangan bolalar tushunadi bu vaziyatni. Ey, haydalish kuyini qo'ying. Kimni sochi bu? Kimni sochi? Mana bu ko'yningizdan soch chiqdi. Menga xiyonat qilib yuribsizmi? Qanaqa xiyonat? Men vaqti bilmayman bu kimni sochiligini. Qat'iqatda tushib qolgandir-da. Endi bunisiga nima deysiz? Javob bering. Men nima dey? Qatdan bilaman bu kimni sochiligini. Mana shuncha kundan beri yig'ilgan sochlar. Bu aniq sekretaringizniki. Men ketdim. Qatga ketyapsiz. Men bilmayman bu kimni sochiligini. Faqat noto'g'ri tushunmang. Ko'rdingiz-ku, majbur bo'ldim. O'zi xohlamagandim bu narsani. To'g'ri tushunasiz-a? Hech qisi yo'q, Jahongir Soipovich, hammasi joyida. Men to'g'ri tushunaman, ayollarni to'g'ri tushunaman, chunki o'zim ham ayolman, rashk qilaman. Muhim oilangizni tinchligi. Menga ham mazza bo'lyapti, shobadagina mazza qilib yuraman. Oxirgi marta 3 yoshimda oldirganim sochimni. Rahmat sizga, Jahongir Soipovich. Yo'q, buni tushunsa bo'ladi. Mendan nima? Ayni yaqinda to'yim bo'lishiga, qizimga nima deydi? Jalti kalla bilan. Endi hamma narsani oldin oling deyapman-da, obim. Diyor, ertaga bilaman, Jahon, ertaga hamma ishchilar chumoli chiqolmaydigan darajada silliq qilib oldiradi. Bizga tinchlik kerak. Ey ayollar, namuncha rashksizlar. Men sizni rashk qilsam ranjimang. Ko'zlarim yosh yutib qo'ymaydi. Men sizni rashk qilsam ranjimang.
qalaysan? Ha, diyor qalaysan, tuzumsan? Turkiyaga dam olishlar cheki-puki bo'lyaptimi? Qara, vaqtingni olmayman, Star House'dan uy oluvding, o'shani kaltini 3-4 kunga berib turgan kerak bo'lyapti-da. Star House'dan uy? Hali sizni Star House'dan uyingiz bormi? Bu boshqa narsani aytdi hozir. Spрашиваешь, bilmaysizmi asal? Takoy temniy qilib, ko't yiqib sharoitlarni qilib qo'ygan. Nimaga menga yetmadingiz? Bu boshqa. Nimaga menga yetmaysiz qachon? Nimaga yetmaysan? Palnilarini dahshat qilgan. Zal 35 ta odam indamay ketaveradi. Yolg'onchi. Siz tushungan narsa emas. Shunaqamisiz, shunaqamisiz? Yo, siz tushungan. Yolg'onchimisiz? Siz noto'g'ri o'ylayapsiz, bu boshqa. Bo'ldi. Xo'p, bitta savol beraman. Kvadratni necha pulga oldingiz? Kvadratini 5.990 ming so'mdan oldim, любой etajini. Voy xudoga shukr, qo'rqitib yubordingiz-ku, men qimmatga oldingiz deb o'ylayapman. Voy, mana cho'chib ketdim diyor, boshqa narsa. Voy, ana shular qo'yib, ati, gorki, ti, tuman. Горький вкус твоей любви меня убил. Ko'rdingmi, shunaqa boshqacha tushunib qoladi-da. Ana, yo'qotdimi? Voy, buni qomatini qara. O'chak. Nima qilib? Voy, o'chir. Gol! Ronaldo yomon o'ynaydi. Futbol ko'ryapsizmi? Chiroyli. Kim chiroyli deyapti? Kim bo'lardi? Ronaldo de. Chiroyli de, Ronaldo. Figurasi zo'r. Figura? Ha, Ronaldoning figurasini aytibdi. Voy, Ronaldoning figurasi zo'r-da. Uni sevadi. Sevadi. Realni sevadi deyapti. Realni sevaman. Siz Barselonaga muxlislik qilardingiz-ku? Bunaqa payt Realni muxlisi bo'lmasam bo'lmaydi. Real Madrid. Qon. Get lost in the buildings with money and the children. Not the type to talk too much. Eshiting nima deyotganini. Jog'atim bos. Ha, bu to'ti-yu, gapiradi Hasan. Chamde, men bunga ishonaman. Tushundingizmi, uyimga ketaman. Anakondaniga ketarkan. Qattan biladi bu oyimni qanaqa chaqirishingizni. Endi to'tilar ham o'zini qaynanasini anakonda deydi, voy. Bo'ldi, ishonmayman-ku, uyimga ketaman. Uyga ketsa Shahnoza, Gulnoza, Lolani chaqiradi. Nima? Hali men yo'ligimda siz qizlarni olib kelyapsiz, uyatsiz. Menga qarang, Asal, bu bitta to'ti nima bizning 7 yillik muhabbatimizga nuqta qo'yadimi? Ham qarang, gapiraveradi bu. Bu yodga olgan o'zi bu so'zi. Men sizni yaxshi ko'raman haqiqatdan. Men xiyonat qilmayman. Rostdan. Ha, rostdan. Kechiring meni bu. Ha, bo'ldi. Kayfiyatingiz tushirdi ozgina. Men bugun o'zim sizga oshxonada zo'r ovqat qilib beraman, xo'p? Xonaga ovqat pishdimi? Pishdi, Asal. O'zi nima ovqat? Вообще свежий tovuli ovqat. Jog'atim bos, qo'yib yuborman. 10 minutda pishadi, 10 minutda. Joni 40 ta ekan, gazni ko'taring. Free drinks in the house.